Yo'q qizlar, sizlar bu kommentni bir marta o'qib ko'ringlar, bir marta o'qib ko'ringlar, kulib o'lib qolasiz. Hammaga salom qizlar, bugun sizlar bilan yanaman. Bugungi videoda mana shu obunachimizni yozgan kommentariylarga obzor qilamiz. O'zlari so'rabdilar va men ham просто bu kommentni o'qib shok bo'lib qoldim-da. Sizlar kulur bo'lib qolasizlar, ishoninglar. Men bularni xatolarini to'g'rilab, mana o'zim o'qa oladigan qilib, udobni qilib yozib oldim. Endi hozir sizlarga o'qib beraman buni. Menga opa bo'ling. Meni opam yo'q, opaga zorman. Agar meni opam bo'lganda boshimda ko'tarardim, chunki qanday qiyin ekanini bilaman katta farzandga. Qiyin. To'g'ri, qo'shilaman bu gapingizga, haqiqatan ham katta farzandlikka qiyin, oson emas. Ammo sizga qoyil qolaman. Darslaringiz, videolaringiz, mini biznesingiz, uy ishlari, men bularni to'g'ridan 1,5 qismiga ulgursam ham katta gap. Men sizga asosan komment yozmaganman, dardimni yig'dim, endi yozyapman. Men asosan yog'ini va pishi tarjima qila olganlar menga kommentariyaga yozib ketinglar. Men umuman tushunmadim bu yog'iga, вообще tushunganim yo'q. Agar biladiganlar buni nima deb yozganlarini kommentariyada yozib ketinglar iltimos. Boshida to'g'risi yoqmagansiz, sekin-sekin vlog olganingizda sevib kuzataman. To'g'ri, boshidagi videolaringiz to'y haqida bo'lgan-ku o'shanda ena xotin deganman debdilar. Endi to'xtang. Mana shu gapingizga javobim, men u joyda hech qanaqa ena xotinlik qilmaganman, shunchaki o'zimni fikrimni bildirganman. Ya'ni hamma o'zini fikrini bildirishga haqqi bor hayotda va xohlasanglar sizlar ham shunaqa qilib video olib, o'zinglarni fikringlarni bildirib, videolar olinglar, lekin hozirgi kundagi odamlar 2 kunda o'tib ketadigan to'yga sarflagandan ko'ra pulini sayohatga, dunyo kezishga sarflayapti-da. O'shaning uchun men ham o'zimni dunyo qarashimdan kelib chiqqan holda gapirganman. Hech qanaqa ena xotinlik qilgan joyim yo'q yoki sizlarga biron narsani o'rgatayotgan joyim yo'q. Shunchaki o'zimni fikrimni bildirganman xolos. Xohlasanglar buni to'g'ri qabul qilinglar, xohlasanglar noto'g'ri qabul qilinglar, bilmayman. Bu kommentni davomini mana shu yerga qo'yib qo'yaman. Xullas, bu yog'i вообще prikolda qizlar, o'qisanglar kulur bo'lib qolasizlar. Oxirida bo'lsa, mani kommentim, bitta kommentim sizni 100 ta kontentingizni o'rnini bosadi deganlar. Bilmadim qizlar, qanchalik meni 100 ta kontentimni o'rnini bosdi bularning kommenti va o'zinglarning fikringlarni kommentariyada yozib qoldiringlar. Bu qizlar fikrlari qanchalik mayli. No mayli. Vot qizlar, shu bilan meni makiyajimga agar qiziqqanlar bo'lsa, Pinterestdagi makiyajlarni takrorlaymiz 3-qismni joylashtirdim. YouTube kanalimga kirib ko'rib olsanglar bo'ladi va обязательно bu videoga ham, u videoga ham o'ta like bosib qo'yinglar va menga obuna bo'lib qo'yish esinglardan chiqmasin agar meni kanalimda yangi bo'lsanglar, chunki biz avgustning oxirigacha 5000 ta bo'lsak, ukam menga lampa beradi. Bizga bo'lsa attiga 1920 tacha odam yetishmayapti. Iltimos qizlar, podpiska bosib qo'yinglar. 5000 ta bo'lib, men bitta lampa uchun shuncha harakat qilmayapman, shunchaki o'zim aytgan gapimga qanchalik javob bera olishimni ukamga isbotlab qo'ygim kelyapti. O'shaning uchun ham обязательно obuna bo'lib, meni podpishka qilib olasizlar degan umiddaman. Agar makiyajimga sizlarga qiziq bo'lsa, обязательно o'tib ko'rib olsanglar bo'ladi. Tonga keladigan bo'lsak, bunga ham negativlar yoziladiganlar topiladi. Bu tonni men o'zim qilib, keyin yuzimga surganman. Ya'ni meni o'zimni tabiiy tonim bunaqa emas. Yuzimni tabiiy toni bunaqa emas, shunchaki men tonalkaga tenni aralashtirib yuzimga shunaqa ton tayyorladim, чтобы men bundan sal ajrab turishi uchun. Ko'rganingiz uchun rahmat. Like bosib obuna bo'lib qo'ydinglar degan umiddaman. Videolarda ko'rishguncha, xayr.